Sevgan qizim bilan gaplashsam, uchidan suyuqlik keladi. Bu qanday suyuqlik? Bu normami yoki kasallikmi? Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Undan oldin sizga savol. Siz sog'lig'ingizni nech pulga baholaysiz? Kommentariyada albatta yozib qoldiring. Qani ko'ramiz. Kim sog'lig'ini qancha pulga baholar ekan? Qani bo'lmasa, ketdik. U har kuni shahrimizni yanada go'zal va ozoda qilish uchun tinmay mehnat qiladi. Har bir supurilgan ko'chada, barpo etilgan gulzorda uning fidokorona mehnatining izlari bor. U har kuni maktabni tozalash uchun sovuq suvga qo'lini tiqadi. Bo'g'imlari og'riganida ham bolalar uchun yaratilgan toza muhit uning yuragida iliqlikni uyg'otadi. U tandir issig'ida yonadi. Beli og'risada egilaveradi. Ammo ko'zlarda charchoq emas, xalqning qornini to'q, dasturxonini to'kib qilish baxti porlaydi. Nutva bilan ular sog'lom harakatga qaytdi. Bu oddiy odamlar emas, bu qahramon. Siz bu vositani qabul qilish davomida o'zingizda tetiklik, mo'rtlashgan suyaklarning tiklanishi va og'riqlar kamayganini sezasiz. Sizga konsultatsiya berish uchun kompaniyaning Call markazi aloqada hoziroq bog'lanishingiz mumkin. 1294 qisqa raqamiga bog'laning va Nutva bilan hayotingizni tabiiylikka to'ldiring. Sevgan qizim bilan gaplashsam, uchidan suyuqlik keladi deb obunachimiz yozib qoldiribdi. Bu tarafda yoki bu tarafda qoldiramiz skrinshotini. Bu qanday suyuqlik o'zi? Bu siydik emas, bu sperma ham emas. Unda nima bo'lishi mumkin? Bu pred-eyakulyat hisoblanadi yoki predsemenная жидкость desak ham bo'ladi. Albatta bu Cooper bezlaridan ishlab chiqariladigan suyuqlik bo'lib, uretrani, yaxshilab eshiting, uretrani so'rashingiz mumkin-ku, nimaga kerak bu suyuqlik deb. Bu uretrani siydikdan, ya'ni siydik qoldig'idan tozalaydi. Sababi siydik kislый sreda bo'lib, kislый muhit bo'lib, bunda o'tgan spermatozoidlar nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu pred-eyakulyat siydik yo'lini, ya'ni uretrani qoldiq, ya'ni siydik qoldiqlaridan tozalaydi. Birinchi mana shu uchun kerak. Keyingisi uretrani namlaydi va spermatozoidlar o'tishi yaxshi bo'ladi. Ya'ni sperma chiqib ketgan paytda hech muammosiz sperma chiqib ketadi. Mana shu funksiyani bajaradigan pred-eyakulyat hisoblanadi. Shuning uchun bundan qo'rqishga hojat yo'q. Nimaga bu gaplashganda sodir bo'ladi? Axir men u bilan ko'rishmasam, unga teginmasam, jinsiy aloqa bo'lmasa, nimaga bu sodir bo'ladi? Ya'ni suyuqlik chiqadi uchidan deyishingiz mumkin. Bu oddiy. Siz to'g'ri unga tegmaysiz, boshqa qilmaysiz, lekin fizik emas, siz emotsional hissiyotingiz oshadi. Ya'ni emotsional hirsingiz oshadi va miya o'ylaydiki, hozir mana shundan keyin jinsiy aloqa bo'lib qolishi mumkin deydi-da, organizmni tayyorlaydi, siydik yo'lni tozalaydi, boshqa qiladi va mana shu pred-eyakulyat Cooper bezlaridan chiqadi. Cooper bezlarini hali montajda bu yerga rasmini qo'yib qo'yamiz, qayerda joylashganligini. Bu Cooper bezlaridan mana shu suyuqlik chiqadi. Bu faqat emotsional bo'lganiga hisobiga shunday bo'ladi. Bu kasallik emas, bu norma. Xavotirlanmang do'stlar, yana bir bor aytaman, bu kasallik emas. Qachon kasallik yoki muammo bo'lishi mumkin? Qachonki tez-tez siyish yoki mana shu uchidan kelayotgan suyuqlik chiqqanda achishish, o'g'ishish, qichishish holatlari bo'lsa, undan tashqari hidli, ya'ni badbo'y hidli, mutniy, sarg'imtir, quyuq bo'ladigan bo'lsa, bu muammo hisoblanadi. Endi mana shu holatlar qachon bo'ladi? Bo'lishi mumkin uretrit, prostatit, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, ya'ni infeksiya передаваемый половым путем. Bu bo'lishi mumkin gonoreya, xlamidioz va boshqa kasalliklar. Bir primer aytaman, mana yonimga bir bemor keldi. Ya'ni bepushtlik bilan keldilar. Bepushtlik bilan kelganlar, spermatozoidlar 0 spermatozoidlari. Lekin biz tekshiramiz, hamma joyi sog'lom. Bu qanaqasiga shunaqa bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Keyin biz bemor bilan yonidagi kelinni chiqazib turdik va yaxshilab bemor bilan gaplashdik. Gaplashsak, ya'ni mana shu anamnezdan gaplashganimizdan kelib chiqdiki, u kelgan paytda adashmasam 24-25 yoshda edi, yonimga kelganlarida
19-20 yoshlarida, точно o'zi ham eslolmaydi, 19-20 yoshlarida u chujjoy bilan aloqa qilgan. Ya'ni chujjoy ayoliga, ko'cha ayoliga borgan, grubiy qilib aytadigan bo'lsak va himoyasiz jinsiy aloqa bo'lgan. Nima bo'lgan? Himoyasiz jinsiy aloqadan keyin 2 kundan keyin, 1 kundan keyin uchidan suyuqlik kela boshlagan. Ha. Bu bola, bu bemorimiz deylik. I ismli bemorimiz nima qilgan? Vrachga bormagan. O'z boshimchalik kirib aptekadan bu dori olib ichgan. Bir haftadan keyin kamaygan, asta-sekin kamayib yo'qolib ketgan shunday. Bo'ldi, qutuldim deb yuravergan. Mana endi hozir uylandilar. 1 yildan ortiq bo'ldi uylanganiga, farzand yo'q. Nima bo'lgan bunda? Bunda mana shu gonoreya kasalligini shu payt yuqtirib olgan, uchidan suyuqlik kelgan, buni davolamagan, bu gonoreya siydik yo'lida bo'ladi-da infeksiya. Keyin buni vaqtida davolamasangiz bu ichkarilarga o'tib ketadi. Prostataga o'tadi, prostatadan ana keyin moyakka o'tadi. Moyak yo'llariga o'tadi. Bu bemorimizda nima bo'lgan? Moyak yo'llariga o'tib, moyak yo'llari yallig'lanib, mana shu teshik bo'lsa, infeksiya tushgandan keyin bu yallig'lanadi, vоспаление jarayoni bo'ladi va bu nima bo'ladi? Qisilib qoladi. Ya'ni soединительный fibroz bo'lib o'sib ketadi, yo'llar berkilib qoladi infeksiyadan. Juda kuchli infeksiyadan vaqtida davolanmaganligidan. Nima bo'ladi? Endi hozir bemorimiz aloqa qiladi, suyuqlik chiqadi, lekin suyuqligida sperma yo'q. Bir dona ham sperma yo'q. U suyuqlik prostata suyuqligi, vezikula suyuqligi, ko'pchilik o'ylaydi, mana suyuqlik chiqyapti, nimaga sperma yo'q? Sperma moyakda bo'ladi. U suyuqlik prostata, vezikula bezlarining suyuqligi. Bu sperma suyuqligi emas. Prosta ichida spermatozid yo'q. Tushundingizmi? Bemorimizda shunaqa yo'llari berkilib qo'ygan, moyaklar ishlab turibdi, lekin nima bo'lgan? Yo'llari berkilgan, aloqada faqat sperma bilan mana shu seminal puzirokni suyuqligi chiqadi. Biz bemorni punksiya qilib tekshirdik. Aytgancha bemorimizda o'sha kuchli infeksiya chiqqandi, mana shu nimada, leykositlar juda ko'p chiqqandi. Shundan podozrение bo'ldi-da, bu bemordan so'rab surishtirganmiz. Ya'ni hozirgacha mana yillar davomida yallig'lanish постоянно bo'lib yurganda, mana shuni biz surishtirganimizda aytdi u narsani. Bo'lmasa aytmas edim. Biz nima qildik? Moyaklarni punksiya qilib tekshirib ko'rsak, moyaklarda spermatozoidlar bor. Yo'llari berkilib qolgan infeksiya hisobiga. Do'stlar, shuning uchun men ko'p aytaman, uylanganlarga ham, uylanmaganlarga ham jinsiy aloqa qilmanglar ko'cha ayollari bilan. Bu infeksiyaga tushishiga olib kelishi mumkin. Bu oddiy, mana gonoreya tushib, gonoreyani davolamagan va mana shunday asoratlarga olib kelib turibdi. Endi bu odamning yo'llarini siydik deyapman, sperma yo'llarini ochib bo'lmaydi. U ketdi endi, faqat eko qilinadi u. Shuning uchun yana bir bor aytaman, mana shu ko'cha ayollariga grubiy qilib aytaveraylik. Fohishalarga bormanglar. Borsangiz ham himoya bilan bo'linglar. Iloji bo'lsa bormang. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Juda ko'pchilik bemorlarimiz mana shu chujjoy ayollarga, ko'cha ayollariga, fohishalarga boradi va spid yuqtirib qo'yadi, VIH yuqtirib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Bu uni umriga zomil bo'ladi ekan. Nechasi kelib turibdi yonimga uylanmagan bolalar, endi uylanmoqchi. Tekshirsak VIH chiqyapti. O'zi ham hayron. Qayerdan men yuqtirib oldim? Qanaqasiga yuqadi? Mana operatsiya bo'lmaganman-ku. Qanaqasiga operatsiya dedi. Sen chujjoy bilan bo'ldingmi desa, ha, men постоянно bo'laman, ko'psi bilan bo'laman. Himoya bilan bo'lasanmi desam, yo'q dedi. Bittasidan ikkitasi yuqtirib olganda. Do'stlar, shuning uchun yana bir bor aytaveraman. Chujjoy bilan aloqada bo'lmang. Bu sizga infeksiya yuqtirib olishingiz mumkin va hayotingizga, oyog'ingizga bolta uradi. Mana ozgina bir suyuqlikni aytamiz deb shunchalar chiqib ketdi mavzuga. Hech qisi yo'q. Buni ham bilib olishlaringiz juda ham zarur hisoblanadi. Sabr qiling. Menga bo'ydoqlar yozibdi. 5 ga 1 qilsak zarar, ayolga borsak zarar, ya'ni ko'cha ayoliga, fohishaga borsak zarar. Nima qilishimiz kerak bizlar deydi. Kommentariyada shunaqa ko'p yozishadi-da. Men shunaqalarga aytaman. Yaxshilab eshitib oling. 4 ga 1 ni qo'shasizda, qisib yurisiz. Agar sog'lik kerak bo'lsa, keyin farzandli bo'lmoqchi bo'lsangiz,
hayotingiz normalniy bo'lmoqchi bo'lsa, 4 ga 1 ni qo'shib qisib yurisiz. Yana bir bor aytaman, qisib yurisiz. Xafa bo'lmang bu gapimdan. Bu to'g'ri gap. Pramo aytyapman bu gapni. Menga qiziq yo'q. Xohlang, boring, xohlang 5 ga 1 qiling, lekin men sizning sog'lig'ingizni o'ylab bu narsani aytyapman. Bu sizning sog'lig'ingiz uchun, sizni qayg'urib aytyapman bu narsani. Bo'lmasa menga nima keragi bor bu gaplarni aytib. 5 ga 1 qilavering, ana to'ydan keyin ko'ramiz jinsiy holatingiz turmay qolishini, jinsiy aloqa, tabiiy jinsiy aloqa ayolingizni yoqtirmay qolishingiz, faqat mana shu 5 ga 1 yo'nib qolishingiz yoki bo'lmasa chushoy ayolga, fohishalarga borib infeksiya yuqtirib olishingiz, albatta bu o'zingizga bog'liq. Menga kerak emas. Faqat men qayg'urib aytayotganim sababi sog'lig'ingizni asrang. Nafaqat o'zingiz uchun keraksiz, balki ota-onangiz uchun ham keraksiz. Ota-onangizni erta qaritmang. Agar kasallik yuqtirib olib, ota-onangiz bilib qolsa bu narsani. Maslahatim, mana shu gap, shu 4 ga 1 ni qo'shasiz, mazza qilib yurisiz. Bo'ldi, tamom. Xo'p, davom etamiz. Endi shunday holatlar bo'lib qolsa-chi, ya'ni infeksiya yuqtirib olsa yoki mana shu badbo'y kelsa, achishsa, qichishsa, nima qilamiz deyishingiz mumkin. Bunday holatlarda birinchi navbatda mana shu kelayotgan suyuqlikdan mazok olib tekshiriladi va mana shu mazok ekiladi, bakpasiv qilinadi va bu o'stiriladi. Qanday infeksiya borligi topiladi. Topilgandan keyin bu infeksiyaga qaysi antibiotik ta'sir qiladi? Masalan, mana shu virus, bakteriya chiqdi. Bakteriya chiqdi, bu bakteriyani qaysi antibiotik o'ldiradi? Bu antibiotik o'ldiradimi yoki bu antibiotik o'ldiradimi? Buni bizga mana shu analiz aniqlab beradi. Va keyin biz shunga asosan buni davolashimiz mumkin. Albatta, birinchi navbatda bakpasiv mana shu chiqayotgan suyuqlikdan. Keyingisi UZI, qon analizi. Albatta, bularning hammasini sizga androlog shifokor buyuradi. Ya'ni androlog ko'rigiga uchrashingiz kerak bo'ladi do'stlar. Esingizdan chiqazmang shuni. Sog'lig'ingizni agar yuqtirib olgan taqdiringizda ham mana shuni davolasa bo'ladi, o'z vaqtida murojaat qilsangizgina. Esingizdan chiqazmang. Endi zakljucheniyasiga ham bir gap aytmoqchiman. Bu suyuqlik normal holat, bu suyuqlik sizni jinsiy a'zo sistemalaringiz normadan ishlayotganligini bildiradi. Shuning uchun xavotirga o'rin yo'q do'stlar. Bunaqa holatda siz nima qilgan bo'lardingiz yoki bunaqa holat sizda uchraganmi? Kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqazmang do'stlar. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan sizning andrologingiz Sabirov Sulaymon bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.